30 metrlik shashlik dunyo rekordi. Kafe dunyo bilan tarix yaratdik. برای تو سرود خوانم برایت فدای جانم Ilohim, Parvardigorim, bugun boshlayotgan dunyo rekordini o'rnatish uchun 30 metrlik shashlikni ishlarni boshlayapmiz. Nasib etsa biz uddalaymiz. Allohu akbar. ayda jonim da jonim Buxorom da jonim name buroram az 30 metr bo'ldi. Buxorom Udalar bilamizmi 30 metrlik shashlik pishirishga? Javob. To'g'ri. Buxoroda taniqli oshpazsiz. Biron marta umringiz davomida mana shu 30 metrlik shashlik tayyorlaganmisiz yo'qmi? 40 santimetr, 1 metrlikni ko'rganman, lekin bunaqasini 30 metrligini. Usta, tayyorlaylik. 30 metrlik shashlikni tayyorlash uchun qaranglar, nechta odam bor? 1, 2, 3, 14, 15, 16 ta odam bor. 16 ta. ayda jonim da jonim Buxorom da jonim bunaqasi hali bo'lmagan. Hali berib bo'lmaydi ham. az yodam Buxorom yagonam Tamam. Olamizmi? Tamam. jonakam Buxorom da jonim Butun O'zbekiston, hattoki butun dunyoda ilk bor 30 metrlik shashlikni tayyorladik. Rekord o'rnatildi. Butun dunyo ko'rishi uchun mehnatimizni qadrlab bitta like bosishni unutmang. Biz buni uddaladik.